Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etipbe. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, Dilala çöçeklerini koyup bere ya. Leynin balisi sayda yatkanda desek, bir keçede min kopup ak süt begen annesi. Ellelley, ballam ne. Assalamu alaykum, Dilala çöçeklerini yaktırıp anlap kilovatkan umaqlarım, keşlikninglar xayrlik bo'lsin. Bugun men sizlarga Adil Abdurahmon Tağning fanniy hikoyalaridan Qo'rqma qo'zamni aytib beray. Qo'rqma qo'zam. Dunyoga amdilik ko'z ochgan qo'za tunji qitim onasiga agishib yaylaq o'tlig'il beribdi. Hayvatlik Tangridagi etkidagi bepoyon go'zal yaylaq manzarasi qo'zidan sur qiziqish qo'zg'abdi. Qo'zam dabdi qo'y ana qishida toytanglab ketayotgan qo'zga mehribonlik bilan qarab. Yaylaq go'zalmikan-a? Bek güzelken opa. Tezroq cho'ng bo'lsam do'stlarim bilan yaylaqda toza qonqudek o'ynayman. Qo'za shodligini besib ololmay, opasiga erkilab marab qo'yibdi. Yaylaq biz qo'y podlarining almisaqdan beri o'tlab yashab kelayotgan jannat makonimiz. Qo'y ana qo'ziga yaylaq haqida nurg'un qiziqarli paranglarni selib beribdi. Anasının gaplarini anglagan sari qo'zining yaylaqiga bo'lgan mehri hassilab beshibdi. Ana bola ikkaylan mungdashqash o'tlayotganda tuyuqsiz havo o'zgarib, oqbosh tangridagi ustida bir parcha qora bulut paydo bo'ldi-da, ular tarafga qarab surilishga boshlabdi. "Opa!" debdi qo'za shu an opasining qo'yniga yoshiring'ash qo'rqimsirab. "Osmondagi ovu laylab kelayotgan qora narsa olvosdimi?" Qo'rqma qo'zam, u degancha bulut. Yaylaqning havasi mushundaq pat-pat o'zgarib turadi, u birdamdala o'tib ketadi. Qo'y ana osmonga qarag'ach qo'ziga tushundiribdi. "Opa, bulut degan narsa tushib kelsa bizni besib olmamdi." Qo'za yana xotirjam bo'lolmay, har xil shakllarga o'zgarib o'zlari tarafga qarab surilib kelayotgan qor bulutga tikilganicha opasidan so'rabdi. "Ansirmagan qo'zam, bulut hargiz tushib ketmaydi," debdi qo'y ana qo'zining yumran yo'nlarini silg'ash. "Meni aldayapsan, opa." Qo'za yana xotirjam bo'lolmabdi. "Bulutni yo biri ostidan tirab turmasa, osmondan tushib ketmay qandoq tura oladi?" Qo'zining soddaligidan qo'y ana o'zini besib ololmay, mariginicha kulib ketibdi. "Ana bola ishqinglar osmonga qarab kulib ketibsizlar-ku. Nima, osmondan omad yog'amdikan?" Shu asnoda ularning qishig'a o'shki tog'i kelib ajablangan holda bir ularga, bir osmonga qarabdi. "Yo'q, qo'shnam, qo'zam bulutni ko'rib boqmag'achqa, uni tushib ketib bizni besib olamdikin deb ansirayotdi. Uning bu gaplariga kulib ketdim qarang." Qo'y ana qo'shnisi o'shki tog'iga qo'zining andisini aytib beribdi. Buni anglagan o'shki tog'a saqilni silg'an beti qaqaqlab kulib ketibdi. "Qo'rqma qo'zam, o'g'loq akangmi tunji qitim bulutni ko'rganda sandimi betar qo'rqib tog'dagi qiyotoshning keyniga o'tib olgan edi." O'shki tog'ining gaplarini anglagan qo'zining yuragi joyiga tushib, yenik bir uh tortib qo'yibdi-da, o'shki tog'iga qarab, "Bulutlar rostila tushib ketmamdi?" deb so'rabdi. "Tushib ketmaydi, xotirjam o'tlaver-a, yaylaq bo'ldi, birdamdala o'tib ketadi." O'shki tog'a qo'zini erkilatib beshini silab qo'yibdi. "Bulutni biri ostidan turab turmasa, nimashqa tushib ketmaydi?" Hamma ishga qiziqadigan qo'za yana oldirab so'rabdi. "Qo'zam, bulutning nima uchun tushib ketmaydiganligini bilish uchun oldi bilan bulutning qanday shakllanganligini bilishing kerak," debdi o'shki tog'a qo'ziga aldirmay tushundirib.
Bulutmu tumanga o'xshash yer yuzidan ko'tarilgan suv bari. Bulut faqat yuqori bo'shliqda turadi. Tuman bo'lsa yer yuziga yaqin bo'lgan bir qadar tuvan joyda turadi. Ba'zida tuman yuqoriga ko'tarilib bulutga aylanadi. Yoz kunlari yer yuzi quyosh nurida to'nurda qizib ketadi-da, yer yuzidagi havo isib, eniklab osmonga ko'tariladi. Issiq havo bir tarafdan yuqoriga ko'tarilib, bir tarafdan asta-asta sovib, nurg'ulg'an suv tomchilarini hosil qilib, parcha-parcha bulutlarni shakllantiradi. Bu suv tomchilari nihoyatda yenik bo'lg'achqa, uni havo nihoyatda osonli tutib beradi. Shuning bilan bu suv tomchilari osmon bo'shlig'ida laylab yuradi. O'shkita g'asal o'ylanib olib gapini yana davomlashtiribdi. Buningdan boshqa sovuq havo bilan issiq havo uchrashganda, sovuq havomi issiq havoni bo'shliqqa chiqib, uni bulutga aylantiradi. Oldiga qarab surilayotgan nam havo tog' cho'qqisi egizlikka duch kelgandimi yuqori o'rlashga majbur bo'lib, bulutni shakllantiradi. Bulutning yer yuzidan ko'tarilgan suv pardan shakllanganligini bilgandan keyin bulutning tushib ketishidan ansirmaydigansan amdi. Bulut aslida mushundoq paydo bo'ladi ekan-da. Qo'za o'shki tog'ining tushuntirishidan nurg'un yangi bilimlarni o'rganib olibdi. Shu arada qora bulut tarqalib, quyosh buvay o'zining illiq nurini go'zal yayloqqa chiqib boshlabdi. Qo'za o'zining yayloqda o'tkazgan tunji kunidan nihoyatda qanoat hosil qildi. Kichik do'stlar, men har doim osmondagi bulutlarni ko'rgunimda, bulut zoti qandoq paydo bo'ldi-g'andu deb bak qiziqdim. Oxiri o'shki tog'idan bu savolimga javob topdim. Sizlarmi bulutning qanday paydo bo'lganligini bilib oldinglar, ha? Biz qo'z bilan birlikda nurg'un yangi bilimlarni o'rganib oldik. Amsa bugun baldir uxlanglar. Atmush vaqtda Dilala Indidar salonida ko'rishaylik. Tatli tushlar sizlarga amra bo'lsin.